Dunyoviy eng ilg'or tafakkur usullari. Hammamiz shu dunyodagi katta boy, katta cho'lpon, muvaffaqiyat qozongan kishilarga havas qilamiz. Men boshda bo'lib ketsam deb. Lekin mening nari o'xshamaydigandi deb qarasa, hamma yerimiz o'xshash. Shularning ikki qo'li va bittal beshi va ikki ko'zi va shunam va hargiz ularningki 4-5, 6 qo'li yo'q-ku. Hamsi nari o'xshamaydi. Bakarak taklif qilsaq, boshqa ichidagi meg'iz, ideya, ko'z qarash, dunyo qarash, jiroqni ko'rarlik shu o'xshamaydi. Qag'amiz o'xshash. Tafakkurning o'xshamasligi muvaffaqiyat qozonish qozonmaslikdagi farqimizni keltirib chiqargan eng muhim negizlik omil. Tafakkurning cho'nqurligi, ilg'orligi sizning oxirgi natijangizning cho'ngligi, pulingizning ko'pligi bilan bevosita munosabatlik. Undaqda biz bu yerdagi dunyoviy katta boy korxonachi, ilg'or idealik, muvaffaqiyat qozongan kishilar bilan ya bir ko'rishamisak, ularning ideyasini bir o'rganay, paranglashaylik deb qilamisak, qanday qilamiz? Albatta, shularning ilg'or ideyasi, ko'z qarashi, tafakkur yozilgan kitoblar orqali paranglashimiz. Bu eng oddiy ham eng arzon bir xil qulaylik usul, shunami? Avat yo'q, men unda qilmaydim, mashlarning o'zi bilan ko'rishdim deganlar, pulinglar bo'lib qolsa, Buffettni bir vaqt tomoq taklif qilinglar, nech pulga. Ostidagi seyri qarabga shije dingji sivey, ya'ni dunyodagi eng ilg'or, eng katta tafakkur nomli kitobni esib qo'ydim. Bu kitobning o'zida masalan Morfus qonuni, ya'ni siz nimadan qo'rqsangiz shu ish sizga darhol uchraydi. Qo'qqayadi, jimba degan nima uchun? Yana ikkinchisi Jidlin qonuniyati, ya'ni siz uchragan ma'lum bir masalani qog'oz yuziga bir qatim qalam bilan yozayotganingizning o'zi mushu masalaning yerimini hal qilganlik bilan barobar deydi. Nima uchun zadim shunday bo'ldi? Bunun qandaq bir tafakkur var. Yana Shije Dingji degan mush kitobda biz kunlik turmushda doim uchraydigan, lekin tushunmagan, hal qilinmagan nurg'un masalalarning dunyodagi eng ilg'or tafakkurdagi tushuntirilishi yozilgan. Kitobning bahsi orali 32 koy, kirasi haqsiz. Yoqtirgan do'stlar, asosiy seri qarordan setib olsanglar bo'ldi. Rahmat.